Men Mavlonova Mohigul, Toshloq tumani Chekmafayida tug'ilib o'sganman. Erta turmushga chiqqanman, meni bilmadim. 3-farzandim. O'sha yoshligida yaxshi tug'ildi, yaxshi tug'ilish jarayonlari yaxshi kechgan o'zi aslida-yu. Doktorlar ham o'zi hayron qoldi. Bunaqa kasal bola sog' qolish o'zi dargimon edi dedi. Xudoga aytgan joyingiz bor ekan, Xudo saqladi, qaytib berdi sizga deyishdi doktorlar o'zlari. Endi Alloh sabr bersin dedi, jicha bolangiz dedi. Nogiron bo'lib qoladi dedi. Bir nuqsoni bor bo'ladi dedi, deyishdi, tushuntirishdi. 4,5 yosh, 5 yoshda yurishni boshladi, qiynalib yurdi, yiqilaverdi, yo'llarda yiqilib ko'p ko'tardim. Ali vesi bor og'irligi uchun rosa qiyinchilik bilan Abdulazizni qaratdik. Men o'zim unaqa joyda xohlamagan edim, yuragimdan-da. Misol kunlikka borib keladigan joy. Hozirgi kungi vaqtda o'sha paytda oqtarganman-da, to'g'risi. Berdim, yuragimni bir parchasini uzib berib keldim. Nogiron bo'lsa ham, bolangiz ekan-da. Nihoyatda qiyin bo'lgan. Bolam ham ashika xila ko'nikdi. Men ham xila ko'nikib qoldim. Keyin erta oyog'ini operatsiya qilishdi Murvat uyida. Oyog'ini rosa uchini bosardi. Xila pastga tovoni, pastga tushdi. Jicha bo'lsa ham yordam bo'ladi deyishdi. Telefon bo'laveradi. Bolangizni nima uchun bergansiz ikka degan telefon bo'laveradi. O'zim ishda bo'laman. Endi bilsam ijtimoiy xodimimiz Yorqinoy qilar ekan. Men uni tanimayman, ko'rmaganman, bilmaganman. Men olib kelmayman deb bir qattiq turib oldim. 3 yil sabr qilsam 18 ga kirib olsa dedim, keyin olib kelaman. Ungacha dedim, men oshxonamni, tualet hammomlarimni bitkizib olaman 3 yil ichida dedim. Men ham bolamni sog'inganman-da. Mana shu Makka chopyapti. Mashitda Abdulaziz yursam, oshxona hammomimiz bitar dedim. Yorqinoyga sirazi telefon qilib, Yorqinoy dedim. Men bolamni olib kelaman dedim. Yorqinoy ham turtki bo'ldi menga. Bo'lmasa hech hayolimda yo'q edi olib kelish. To'g'risi 18 yoshga kirsa, enikiga olib kelaman. 18 yoshga kirsa, enikiga olib kelaman degan fikr bor edi. O'ylab ko'rdim dedim. Bolamni olib kelaman, sog'indim ham dedim. Qarang dedim, davlatimiz shunchalik sharoitlar yaratib berar ekan bo'lsa dedim. Pensiyasi bo'lsa dedim. Bunaqa kunlik o'zlari olib ketaman deb turgan bo'lsa, shunga ham olib kelmaymanmi? Maslahat qilib bordik, xayrlashdik, o'rtoqlari bilan xayrlashdik. O'rtoqlari yig'ladi, Abdulaziz bilan xayrlashib. Bitta o'rtog'i bordi, rosa yaqin o'rtog'i Kamronbek degan. Quchoqlab olib yig'layapti. Meni ham buvamga telefon qil, meni ham olib kelsin deydi, hali o'rtog'i Kamronbek. Aytaman ayizga, yig'lamang, siz ham olib ketadi desam, bo'pti deb. Bolamni olib keldim, olib kelganimdan afsusda basma, Xudoga shukr. Birinchi o'rinda mehrimizga tushib, sog'inchimizni hali ham qachon bo'lsa kelib quchoqlab o'padi, betim o'p deydi. Qachon bo'lsa kelib betim o'p qo'y deydi. Quchoqlashib yuramiz. Bir-birimizga hali ham to'yganimiz yo'q, Xudoga shukr. Qo'ni-qo'shnilarimiz hammasi xursand bo'ldi. Olib keluvdik Abdulazizni. U butunlay olib kelganimizni bilishmadi. Har doim 3-4 kunga olib kelardim-da. Ashnaqaga keldi deb o'ylashgan ekan. Keyin Abdulaziz aytdiki, "Men maktabdan tugadi, Allohu akbar, keldim uyga. Uyga keldim", haligilarga tushuntirdi.
Maktab tugadi. Men uyga keldim dedi. "Voy, sen uyga keldingmi?" deb hamma yo'q tushuntirganiga shunchalik bo'lib qoldingmi sen shunchalik katta bola bo'lib qoldingmi deyish hammasi xursand. Abdulazizni olib kelishimdan oldin kunduzgi parvarishni joyiga borib o'rganib, sharoitlarni ko'rib keldim. O'zimga yoqqanligi uchun iniga Abdulazizni olib keldim. Menga yoqdi, Abdulaziz ham xursand. Sharoitlari yaxshi. Hamma yo'llar joy-joyida ekan. Erta bilan o'zlari kelib olib ketadi. Kech payt o'zlari kelib tashab ketishadi. Hamma yo'llari, xizmatlari bepul ekan. Abdulaziz ham ashiga ancha ko'ndi. To shopir kelgungacha o'ram qachon keladi mashinam deb kutib turyapti. Kech payt kelib o'zini maqtab, joy qo'ymayapti. Xursand bo'lganidan men keldim va deb xursand bo'lib kelib, o'zi ust-boshini yechib, o'zi kiyinib, o'zi yechinib, o'zi ehtiyojini qondiryapti. Misol bemalol o'ng'i tesi ust-boshdan o'ng'i tesini bilyapti. Men ashundan xursandman-da. Men ustingni almashtir deyman kelishi bilan. Shatta zinadan chiqadi. Ust-boshlarni oladi. Haligini birpas o'ng'i tesiga qarab turib kiyadi. Uy ishlaridan men nima ish qilsam, men ham qilay deydi. Menga ham ber. Ketmon chopsam, menga ham ketmon ber deydi. Eshik shipirayotgan bo'lsa, menga ham shipirga ber deydi. Endi unga ham shipirga berib, o'zim ham shipiraman, ikkovimiz birga shipiramiz. Suv quyayotgan bo'lsam gullarga, men ham quyaman deb talashadi. Billa qilib, molga o't soladigan bo'lsam, o't yulayotgan bo'lsam, paqirga solib ber o'tni deydi. Men molga tashab kelaman deydi. Hali o'tni atay yulib beraman, paqirga solib, uyni o'borib molga tashab beradi. Abdulazimga shunaqa qilib, mana shu uy ro'zg'or buyumlarini, misol choy damlash ham Abdulaziz uchun bitta ish, piyola yuvib kelish ham ish, dasturxon solish ham ish. Hamma o'zini ehtiyojini qondiradiganlarni Abdulazizga o'rgatib boryapman. O'zimdan kelib chiqqan holatda qo'limdan kelgancha o'sha o'rgansin deb harakat qildiryapman. Abdulazam dadam deydi, ishga ketgan. Deydi, Rossiyaga ishga ketgan. Soquvchasiga tushuntiradi. Kimga bo'lsa dading qani desa, dadam ishga ketgan. Deydi, Rossiyaga ketgan. Ha, yaxshi. Haligilar kim akasiga ham, opasiga hammasiga dadam ishga ketgan deb maqtaydi. Dadasi ham rosa xursand bo'ldi olib kelganimizdan. O'zi xohlamaganda ikka berishga, o'zi aslida qancha qarshi chiqqan, keyin o'zgarish bo'lib, o'zida nima bo'lgandan keyin ko'nishdi u ham. Hozir olib kelganimga o'ta ham xursand. Qani endi kelib borsa, kelgisi ham kelib ketadi sog'inib. Endi Abdulaziz uchun ishlayman deydi. Xursand bo'ldi, hammamiz xursand. Uyimizni to'ldirdi, nurafshon qildi. Fayz kirgizdi. O'zidan baraka yog'iladi. Abdulazim barakali. Mana shu ijtimoiy xodimlarga ham rahmat. Avvalo prezidentimizga rahmat. Mana shunaqa nogironlarga sharoitlar chiroyli yaratib bergani uchun, imkoniyatlar bergani uchun. Yaxshi niyatda, yaxshi bo'lib qoladi. Mehnatkash, dehqon bola bo'ladi deyman. Endi uylayman. Xudo xolasa, uylab, kelin, esli xushli kelinlar olib, ikkosi bir-biriga o'zini o'zi eplab bir-biriga yo'ldosh bo'lishini xohlayman. Shunaqa tasavvur qilaman.